yuragim tafti bir quyosh, mehrim senga qaynoq va otash. Ishqim bilan qalbing o'rtarman, dil ko'changdan har kun o'tarman. Jo'shqin qo'shiq bo'lib oqarman, yuragingga men yo'l toparman. Sen izlagan sohib jamol qiz, o'zim bo'lib qolurman shaksiz. Ketar dunyo, erkalar xushbo'y sabo, sen va men sevsak hamon. Yasharib ketar dunyo, erkalar xushbo'y sabo, sen va men sevsak hamon. Baxtimiz chechak ochar, shabnam bizga gul sochar, qayg'ular yiroq qochar, sen va men sevsak agar. Baxtimiz chechak ochar, shabnam bizga gul sochar, qayg'ular yiroq qochar, yurakdan sevsak agar. Ziyoga to'lar, iqbol kular, baxt kular, dushmanimiz lol bo'lar, yurakdan sevsak agar. Bir bo'lsak ahdu paymon, ishqimiz dilga darmon, qolmas yurakda armon, sen va men sevsak har on. Baxtimiz chechak ochar, chaman bizga gul sochar, qayg'ular yiroq qochar, sen va men sevsak agar. Baxtimiz chechak ochar, chaman bizga gul sochar, qayg'ular yiroq qochar, yurakdan sevsak agar. Nima, sanitarkalar olib chiqib beraylik. Uxlayapti. Yo, men bittadan tushing, chiqadi. Uxlaymi? Siz chaqiryaptilar. Nima deysiz? Sultonim chaqirdi. O, top kelganiz uchun ketib bo'lamizlar. Qanalarida? Durdona qanada? Chiqmoqchimidilar? Hormayli, charchamayapsizlarmi? Jilma mora bo'lsa endi. Qildi. Otini nima qo'ydinglar endi? Durdonaxon. Nodirxon ukasimi? Nodirjonni, ha? Nimada? Nodir degan, Durdona degan. Nodir, qanday ishlar? Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Assalom qilgan. Assalomu alaykum assalom. Voy malladdes. Sizni olib chiqar ekanmiz edi bugun, ha? Shuni ko'rsatyaptim. Miyov bormi o'sha yerda, miyov. Voy miyov uxlayotgan ekan, qani? Voy ana miyovni. Qaraganlar. Voy miyov uxlayotgan ekan, ko'rdik. Qani endi o'zingizga o'zi bir yaxshilaringizni aytvoring endi. Nima deyman, ro'zo bo'lsin. Katta qiz bo'lib yursin. Umri bilan bergan bo'lsin. Umri bilan bergan bo'lsin. Salomat bo'ling. Nodirxon boqib, katta qilib yursin, sashit qilib.
To'g'ri oladi. Mani kam demakdi. Qutlay do'stlar sizni ushbu kun va qutlasin bu go'zal olam. Muborak bo'lg'usi azizlar endi hayotga qo'yilgan bu qutlug' qadam. Mana qalblar payvastadir. Endi manzilga baxt sizga yor bo'lsin. Umringiz uzoq. Porloq asrimizning farhod va shirin bu sizsiz toliyi abadiy porloq. Iloyim, kamol toping. Toping sharafshon, jannat makon go'zal diyorda. Asrimizga bo'ling munosib. Baxtingizchi bo'lsin nurday siyoda. Qissalamoro bo'lsin endi. Qissalamoro bo'lsin. Rahmat. Charchamasdan yaxshi olib chiqib oldingizmi? Qani o'zingiz bir qizchangizga o'zingiz yaxshi taklaringizni aytib yozib qo'yinglar bir. Istaklaringizni aytib boring, nemacha? Katta qizimisan, yaxshi to'ylaning dedi. Yaxshi uyda. Hay kelin bola nima deyapti shu gapga qo'shimcha qilib qani? Rahmat bo'lsin, uzoq. Umr bilan bergan bo'lsin, katta qiz bo'laversin. Otasiga men birga harakat qilaversin. Bizga ham shunaqa farzand bersin. Ha, xolasi. Nima deysiz? Shu bizga ham shunaqa qiz bersin. Umri uzoq, baxtli bo'lsin. Adasi boy bo'lsin, onasi boyvachcha bo'lsin. Salomat, niyatlaringizga erishib yuring. To'ylarda xizmatlar qiling-lu. 5 yil to'yladi. 5 yil to'yladi, xudo xohlasa. Niyat qildingsan bo'ldi. Nodirchik. Nodir. Nini olib chiqdingmi? Nini qani nini? Onasi bilan ovora bo'ldi.
Mani qizimni olib qo'y, mani qizimni ham, opasini. Mana bu yoqqa qaradi. O, o'g'limni ham olib qo'ying. Jahongirga. Bo'l, ham kutib o'tiramizdan hozir. Kelar. Katta odam bo'lib ma'lum. Xolasini ola qo'yinglar, xolasinikin. O'tirganmi qani uni joylashganda. Yaxshilar bo'l, opaqaning kelinlari chiqdi. Chiqdilarmi? Kelinlari chiqdi, kelishtamanda. To'g'rida opaqam endi. Endi videochi kelganlar yuringlar dedi. Chiqib biz o'tirib turinglar, har holda onamiz ko'rgansizlar-yu. Shuna qoldim. Xo'p, saripib kelib chiqadi, oyoqda o'tirishibdi. Ko'rshdimi xotinlar? Yo'q, hech kim yo'q deb ko'chada. Oyisi chalayapti qizingiz sizni. O'g'liga o'tib ketyapti. O'zi va o'g'li demadim. Bir toza basharayu, bu kimga o'xshaydi? Xolasiga o'xshagandir, de. Nodirani lalik ko'rdi, bor. Tinchlik bo'lsin, avvalambor o'ziga qo'sha qarib baxtli bo'lsin. Shu yangi mehmonlar ham katta qiz bo'lib, yaxshi joylarga kelin bo'lib, Nodirxon ham yaxshi joylarga kuyov bo'lib, shularning rohatini ne'mat jomidan kelin poshla ko'rib yursin, sizlar ham ko'ringlar bular rohatini. O'zligidan ko'paysin. Xudo xohlasa navarlar bo'lsin. Charchamasdan yaxshi kutib oldingizmi? O'z bir yaxshi istaklaringizni aytib qo'ying, tarix lentaga muhrlab qo'yamiz hozir. Ikkala yosh qilib qo'shib qarasam, mana shu bergan qizlarini o'ziga ovqatda qilib, rohatli ko'rishsa, mana bu opalari, oilari shular rohatini ko'rishsin. Uyqulari kelib aylanib qoldilar. Arvohlarga tarbiya qilsin, mana bu ovsinlari bir-birlik bilan akil bo'lishib, shularni qilib ona o'rnida onalik qilib ularga bosh bo'lib o'tirsinlar. Tilagimiz shu edi. Aytganingizga salom. Otasi boy bo'lsa, onasi boyvachcha bo'lsa. Adasi boy. Endi amma poshasi, bunaqa desa amma poshasi, gilani amma hamma bor deyiladi-ya. Amma bilan Hamma bilan. Zahot ketadigan odam nima deydi endi? Mayli odam. bosh ikkala yosh qo'sha qarisin. Bolalariga bosh bo'lsin. Ish qilib bergan bolasini otali onali chaqma. Nasibaga berganmiz. Salom. Shular rohatini ko'raylik. Eshitadi, yon qo'shin deyishadi, to'g'rimi? Ha? Mana eskilarda bir naql bor. Oltin ona duo desa, duo. Mana shu xonada egalarni. Shu 2 yosh qo'sha qarib baxtli bo'lsin. Otla bosmagan joyin toyla bosib, o'sha ota-onalarni ko'rmaganini bular ko'rsin, shu bolalarning rohatini ko'rib, shu bolalar katta bo'lib, yash kuyovlar bo'lib, to'ylarga ham xizmat qilib yuringlar. Ilohim ish qilib. Hammalar ham qo'shganinglarni qo'sha qaranglar, o'zinglardan ko'payinglar. To'ylarda mana shunaqa yuringlar sizlar ham. Kimmi? Ha? Ko'tardingmi? Bak, o'rta mana qizli bo'lsa, shu qizingga niyating bordir, tilaging bordir. Shu ikki og'iz so'z bilan izohlab bersang. Shu barimizdan katta bo'lsin, sog' salomat bo'lsin, anjomlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Yaxshi to'ylar qilaylik, to'ylarni ko'raylik biz ham. Dam hurmatimizda bo'lsin. Rohatini ko'raylik, bolajon. Shu kunlarga yetishsin bizdan ham. Yetganingiz.
Shirin uyqudami deyman a? Uyg'onibdilar. Esnayaptilar. Assalomu alaykum otajon degan. Dirdan aka. Assalomu alaykum otajon. Ne? Jiyanlar bor bo'lsa. Rahmat. Jiyanlarga tilagingiz niyatingiz bordir, ikki og'iz so'z bilan izohlab bersangiz. Katta qiz bo'lsin, aqlli bo'lsin. Uzoq yashasin a? To'ylarini ko'ring a? Shular rohatini ko'raylik. Yetganingizga. Qochib ketdi bosh. Ha. Nima qilay? Obo qilayman. Obo qilmas ekan, sen obo qiling, xo'p? أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة خير